Assalomu alaykum akalar. Hozir men sizlarga Minecraft Java'ni qanday qilib telefonda yuklashni ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib Google Play ga kiramiz. Internet tarmog'ini albatta yoqqan holda Play Marketga kirganman va poiskda yozamiz. Moja Launcher. Mashina programmani iste'mol qilish kerak va biz открытni bosamiz. Mana Microsoft account, Able account va local account. Local accountga bosamiz va o'zimizning oddiy nomimiz nimaga 221. Sizlar xohlaganday nom qo'yishlari mumkin. Suggest qilamiz. Va endi bizda Minecraft qalamchani ustiga bosamiz va bizga tanlangan versiya. Nechinchi versiyagacha bu? Mana 1.5 menga yoqadi. Buni ijrat qilishdan oldin Yandexga kiramiz va yozamiz. Optifine tanlangan versiyasilar men 1.5 ta tanladim. Va akkauntga kiramiz birinchi. Mana tayyor bo'ldi. Endi boyagi programmamizga kiramizmi? Mana ahvoldan va igrat. Ok. 53 megabayt ekan. Endi Minecraft avtomatik yuklaydi, biz ungacha kutib turamiz. Va u tayyor bo'lguncha biz o'zimizda kompyuterni knopkamiz tayyor qilamiz mana. Menga knopka yoqmaydi va biz bu knopkalarni udalet qilamiz. Invertorimizda mana udalet chat. Telefonda bunday 5 play bunday chiqoncha saltib ko'tarimda qilamiz. Nastroykada WPG joystick deb olamiz. Bularni ajrat. Invertorda faqat bitta ochiladi. O'ng qo'l, chap qo'l va joystick. Joystickga kirib mana uni normal metod bo'yicha qilib 600 yozamiz. Normal bo'lmas joystickni bunday shunaqasiga bunday qilamiz, tamom. Va сохранить knopkasini сохранить eting. Mana akalar, o'qitib o'tamiz. Va mana tayyor. Mana multiplayer va mana sizga Minecraft Java. Ishonmasangiz mana Create New World. Dunyo yaralishini kutamiz. Java'dagi eng sust versiyasi mana. Mana 1.5 versiyasi Java.
Ko'pchilikdagi Minecraft Java'dagi mana Minecraft qo'liga bersangiz yozasiz. Mana sichqoncha. Ana kompyuterdagidek. Bunda ikkinchi qo'lni ishlatish yo'q ekan. Mana sizlar hammaga.